Bundan oldin Sarbon turar-joy majmuasini, ya'ni Sarbon hududidagi birinchi novostroyga reklama qilganimda, bunaqa go'zal ketadi deb umuman o'ylamagandim. Holatni ko'rib turibsiz. Mana shu domlarimizda hammasi sotilgan. Hozirda insonlar istiqomat qilib kelishmoqda. Bolalar maydonchasi, dom uchun mo'ljallangan yozgi oshxona, parkovkadan gap bo'lishi mumkin emas. Endi sizga so'nggi imkoniyatni aytaman. Ya'ni men ortda turgan mana shu oxirgi blokda sotiladigan xonadonlar qolgan ekan. Xuddi shu xonadonlarni endi sotib olsangiz bo'ladi. Ushbu novostroykamizda 2 xonali 8 kvadrat metrdan tortib 97 kvadrat metrli 3 xonalikgacha kvartira sotib olishingiz mumkin. Qiziq tomoni to'liq ta'mirlangan patkuch holatda bo'ladi. Hattoki oshxona mebellargacha o'rnatib berishadi. Tinch hududda joylashgan ushbu novostroykani to'liq kadastr hujjatlari chiqqan, ipoteka naqd hamda subsidiya asosida xarid qilishingiz mumkin. Hozir ko'rgan kvartiralaringizni 1 kvadrat metr etajiga qarab 7 milliondan 7,5 million so'mgacha hisoblanadi. Endi esa do'konni ham sizga tushuntirib o'taman. Old tomonda yo'l yuzida alohida o'zining parkovkalari mavjud bo'lgan do'konlar ham bor. Do'konlarning eng kichigi 55 kvadrat, eng kattasi 152 kvadratgacha sotib olishingiz mumkin. Tadbirkorlarga bu videoni jo'natib qo'ying, do'kon olmoqchi bo'lganlarga mos kelaveradi. Pastda raqamlarni qoldirganman. Afsona Development qurilish kompaniyasini sotuv bo'limiga telefon qilib, xohlasangiz kvartira, xohlasangiz noturar joy sotib olsangiz bo'ladi.